Muhtaram aka, men albatta tuzalib ketamanmi? Albatta tuzalib ketasiz qizim. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hali ko'p yashaysiz qizim. Va'da berasizmi? Va'da beraman qizim. Qo'l tashi. Mana. Hozir qizim. Ne? Doktor tushib ketdi shekilli. Hozir qizim. Amaki, sizni qaytingiz kelsa, meni jigarim kasal. Doktorlarda aytishi bo'yicha oxirgi bosqich ekan. Bu nima deganini tushunmadim. Meni bo'lsa yuragim kasal. Senikiga o'xshab oxirgi bosqichi. Iye, qizim. Nima arig'ichingizdan shu oldingiz? Keling chiqing. Boshqa doktor amakingiz oldiga boramiz. Doktor amaki, bu amaki yuragim bersam bo'ladimi? Baribir meni jigarimga donor topilmayapti-yu. Yuring qizim. Sizga albatta donor topamiz. Ketdik. Ketdik ya qizim. Doktor. Bir daqiqa. Maylimi? Doktor. Agar rozi bo'lsangiz, mana shu qizga jigar bo'yicha donorlik qilaman. Bu jiddiy masala. Yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? Meni qarorim qat'iy. Meni yaqinlarim yo'q. Dorzi yolg'izman. Shuning uchun mendan ko'ra mana shu qizchani yashashga ko'proq haqqi bor. Siz rozilik xatingizni olamiz. Biz harakatni boshlaymiz. Lekin yaxshilab o'ylab ko'ring aka. Qizim, tug'ilgan kuning qachon? 2 kundan keyin. Tug'ilgan kuningga zo'r sovg'am bor. Faqat bu sovg'ani ehtiyot qilgin. Xo'p. Ketdik. Hamma yaxshi bo'ladi.